Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, matematikaga qiziquvchi yoshlar, sizlar bilan matematika milliy sertifikat savollari tahlilini davom ettiramiz. Bizda 8-savol kamayuvchi arifmetik progressiyada A5 ning kvadrati plus A6 ning kvadrati 100 ga teng bo'lsa va S9 elektron bo'lsa, A4 ning qiymatini toping debdi. Ushbu savolning tahlilini ko'rib chiqamiz. Arifmetik progressiyaning yig'indisi bizda ya'ni Sn barobar A1 plus an taqsim 2 ko'paygan n degan ifoda orqali topiladi. Demak, S9 ni yozadigan bo'lsak, A1 plus A9 taqsim 2 ko'paygan 9 degan ifodamizga teng. Bizda A1 plus A9 taqsim 2 A5 ga teng bo'ladi. Bundan A1 plus A9 2 A5 deb yozishimiz mumkin. Va ushbu ifodamizni o'rniga borib qo'yamiz. Demak, S9 barobar 2 A5 taqsim 2 ko'paytiruv 9 degan ifodamiz bo'ladi. 2 bilan 2 qisqarib ketadi. S9imiz bizda 54 ga teng. 54 teng A5 ko'paygan 9. 9 ikkinchi tarafga bo'lib o'tsa, A5 barobar 54 bo'lingan 9 A5 teng 6 degan ifodamiz kelib chiqadi. Endi bizda mana bu ifodaning o'rniga 6 ni qo'yamiz. Demak, A5 ning kvadrati plus A6 ning kvadrati 100 ga teng. A5 ning o'rniga 6 qo'ysak, 6 ning kvadrati plus A6 ning kvadrati teng 100. 6 ning kvadrati 36 plus A6 ning kvadrati teng 100. 36 A6 ning kvadrati teng 100 minus 36 A6 ning kvadrati teng 64. Kvadrat ikkinchi tarafga ildiz bo'lsa, A6 ning kvadrati teng plus minus ildiz ostida 64 kvadrat ildiz bo'ldi. A6 barobar plus minus 8. Endi D ni topishimiz kerak. D barobar A6 dan A5 ni ayirishimiz kerak. Bizda kamayuvchi arifmetik progressiya bo'lgani uchun A6 ga minus 8 ni olamiz. Minus 8 A5 ga 6 ni olamiz. Minus 6 teng minus 14 bo'ladi. Endi A4 ni topish uchun A5 dan ayirib tashlashimiz kerak D ni. Bizda A5imiz 6 ga teng edi. Minus 14 teng 6, 2 ta minus plusga o'zgaradi. 14, 6 ga 14 da qo'shsak 20 degan javob chiqadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.